Kaplanbaş Linchung'ni tushunamsiz. Bugun bu asardagi hammamiz yoqtiradigan botir bir palvon Kaplanbaş Linchung haqida to'xtalib boqaylik. Balki mening bu Linchung haqidagi bayonlarimni anglab bo'lgandan keyin Linchungni yenili yoqtirishimiz notayin. Boshqacha bir Linchungni tushunib qolsiz. Endi bu yerki bu Kaplanbaş Linchungni Subidagi nihoyat muhim hammamizga nihoyat tunish qilgan bir obraz o'g'ashqa. Bu to'g'risida 4-5 sam film ishlayman. Shunga qiziqadigan do'stlar meni qo'shib olib, aldirmay ko'ringlar. Subida haqida. Endi buningda nimishqa hamma odam Linchungga shuncha yestashlik qiladi. Linchungga ish chaqirtadi. Linchung biz o'ylagandek rostil shuncha oq ko'ngilmi? Xotinini rost shunday yaxshi ko'ramdi. Navbat rost oq ko'ngil xotinni yaxshi ko'rsa, xotinni nimishqa o'z manfaati uchun haqning qo'yniga ishtirib turdi. Hamda biz ko'rgan shu televiziya teatriga asosan biz Linchung tarafga turibli qarbasak, shu javdudli qarsak Linchung haqiqatan bak oq ko'ngildek, bak yaxshi odamdek, ahirdan bak uvalchilik qolgandek shunchalik bichordek his qilamiz. Undaqda uning salbiy qora niyati yo'qmi? Rastli shundaq oq ko'ngilma. Qarsak Linchungning ayolni shu joydagi bir qor jamiyatning lavdasi buning ko'z tushib askilik qildi. Endi bu qor jamiyat lavdasi shu yer digini degan qilgan. Uning ustiga buning otisi Ordu Amiri Gauchu. Arqtergi nəhayət güclük. Endi shu zamonlarda bundaq arqtergi va Begzod lavdaga kim çeqila alaydı? Kim çişiği tegishqa petini alaydı? Endi mush ish tufaylidan Linchung o'zining amroq ayoldan, ordudagi mansibidan, hatto oxirida o'z jinidan ayrildi. Shunga hammalar bu Linchungga kichog'ir deb esdashlik qildi. Undaqda bu ishni haqiqatan shu Linchungda hal qilib bo'lmadi. Linchungning bu yerda hech qanday qarniyati yo'qmi? Asarga qarsak Linchung bu yerda bir odatli odam emas. Uning kamolatga yetgan alam maorati bor. Ot ustidagi nayzozlik maorati tangdish yo'q bir botir. Linchung tunchi chiqqanini qarsak bu degan 8 Ordu Yasavulning 800 ming kishi qo'shiniga nayzozlikni o'rgatadigan Lin Mashqavul. Orduda muqim xizmati va chiroyli ayol va uyda baxtli turmush va endi shuning uchun bu yerga bu Linchungning hayot tragediyasi, shu bir davrning hayot tragediyasi. Bu Linchung bo'lgan baxtsizlik shu bir davrning bir baxtsizligi. Linchungdek mushundaq alamli kamolatga yetgan orduda inovat topgan, mushundaq bir kishi yaxshi kuniga erisholmasa, mushundaq bir kishi adolatga erisholmasa, odatdagi puxra odat kishilarning bu turmushidan eg'iz osh qilib bo'lmas. Shunami? Undaqda Linchungning bu yerda rostili boshqa chiqish yo'li yo'qmi? Bu ishlarning hammasi mush Gauchuning sababimi? Endi bu asarning eng beshiga birinchi qismini qarasa, bu mashqavullik o'rnida asli Wang Jin o'ltirgan. Shundaqmi? Umi o'xshashlar Gauchuning qaslishiga uchirgan. Lekin bu yerda Wang Jin sezgur kelib, opsini elib shu zaman boshqa yoqqa qochib ketdi. Endi bu yerda bu Linchungni xotinni elib boshqa yurtga kesib bo'lmamda. Boshqa yurtga qo'yib o'z jinini jon etamasmi? Tamamen bu Sunzining 36 tadbirining birinchisi sen tankilamga vaqtda eng yaxshi tadbir qochish. Shunaqo. Endi bu yerda Linchung mening degan ordu xizmatim bor. Qochmayman, xizmatimda istifa bermayman. O'mi bo'ladi? Linchungning shu vaqtdagi amaliy o'rni, obro'yini epetgan vaqtda öz xizmetini başqa nayiga, başqa aymaqa yo'tkisa tamamen buludu. Belki anın qarğan azraq tövərək xizmətni işlisimi məyliti şunamı? Lekin Linchung şuna qıldımı? Onun qılmadı. Men bu Linchungning bunchalik ishni hal qilolmaydiganiga qat'iy ishonmayman. Chunki Gauchumu boshda bu yerda ancha arilishib ketmagan. O'z o'g'lining qandaq bir lukchakligini biliti shunami? Va yoki bu yerda Linchung o'z xotinini bu yerga Gaoyani so'qib etiblar. Tügetsə, şunu bilan bunun əməl mənsub texim oşdi. Onunkan onundan chiroyli bir xotinni evas buliti shunami? Endi mo'shtaq desam, nimdi batsa, kishilgan oshta qilamdi, unda qilamdi, o'z xotinni haqning qo'yniq biramdi deb ketishinglar mumkin. Lekin Linchung onundan battar oshundaq ishni qildi. Men hozir oldirmay yishib birman. Endi bu yerga qarsak, Linchung bu masala yo'liqqa vaqtda men bayar degan bir qancha xil hal qilish usullarining hech qaysini qilmadi. Sen üzəngning yo'lini üzəng tanlab, tep mağamıgansən, amal yo'q, boshqalar sana sening yo'lini sezib turdi. Shundaqmi? Bu hayot, bu shundaq hayot. Endi Linchung zodi qandaq odam, o qandaq qarniyat didsiz odam, o'zining amal mansibiga qanchalik amroq odam. Buni tafsiliy faktlar bilan sistemli tushuntirib qo'yma. Linchung oxirgi mazmunlar bir qadar ko'p o'chib ketmaslik uchun bir haqsiz yurak xo'l belgisini birib qo'yib, davomini anlanglar. Men amal va tez surat yo'llab chiqtirishman. Rahmat.